ko'p o'tkazmaymiz. Demak, boshladik. Hop, birinchi aytganimdek 40 daqiqa ichida siz mana shu 30 ta savolga javob berishingiz kerak va har bitta savolingiz javobi misol uchun 4 balldan 3 balldan berilgan bo'ladi. U siz 100 ball topishingiz kerak bo'ladi. Aybitin javobi hozir kechiktirilar ekan deb tashladim-ku. Boshladik. Hop. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기, 친구를 만나요? 친구를 만나요? 네. 친구를 만나요? do'stingiz bilan ko'rishasizmi? Ha? Ko'rishyapsizmi? Ne, 친구를 만나요. Ha, do'stim bilan ko'rishyapman deb javob berasiz. Bugun do'sting bilan ko'rishasanmi desa siz nima deysiz? Ha, ko'rishaman yoki yo'q ko'rishmayman deysiz, to'g'rimi? Endi bu yerda ham siz ana shunday oddiy savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu namuna. Endi siz qarang, ha, do'stim emas, yo'q, do'stimni yoqtiraman, yo'q, do'stim degan javoblarni bera olmaysiz. Keyingilarni ham eshitamiz. Qarang, 2 marta o'qiydi, e'tibor bering. 정답은 1번입니다. 정답은 1번입니다. 1번. 책을 읽어요? 책을 읽어요? 2번. Qarang, 책을 읽어요 deyapti. Nima deb javob berasiz? Savol. Sal kattarashtirib olamiz. Ha? 책을 읽어요 deyapti. Kitob o'qiyapsizmi deyapti. Nima deysiz? Yozib qoldiringlar. 책을 읽어요 desa nima deysiz? Ne, 책이 없어요. Ha, kitobim yo'q deysizmi? Yoki uchinchisida 아니요, 책이 비싸요. Yo'q, kitob qimmat deysizmi? Bittagina ne, 책을 읽어요 desa, ha, kitob o'qiyapman deysiz. To'g'rimi? Mana shu javob sizda to'g'ri bo'lar ekan. 아니요, 책을 좋아해요. Yo'q, kitob yoqtiraman deysizmi? Umuman bu gaplar mantiqqa to'g'ri. Kitob o'qiyapsanmi? Ha, o'qiyapman yoki yo'q, o'qimayapman deyishingiz mumkin. Ana shunday javob olar ekanmiz. Ketdik ikkinchisi. 숙제가 많아요? 숙제가 많아요? Qarang, sizga savol beryapti. Nima deyapti? 숙제가 많아요. Vazifang ko'pmi desa nima deysiz? Ha? Vazifang ko'pmi deb so'rasa nima deysiz? Hop, ne 숙제를 해요. Ha, vazifa qilyapman deysizmi? Yo'q. Keyingisi. Ne, 숙제가 어려워요. Vazifam ko'pmi desa, ha, vazifam qiyin deysizmi? Qarang. Yoki 아니요, 숙제가 적어요. Yo'q, vazifam oz deysizmi? 적다 degani oz degani. 적다 degani oz degani. Hop, endi 어려워요, qiyin. Hop, 있어요 degani bor degani. 숙제가 있어요. Vazifam bor deyapsiz. Demak, javob qaysi bo'lar ekan? Siz ha, vazifam qiyin demayapsiz. Siz ha, yo'q, vazifam oz deysiz. Vazifang ko'pmi desa, yo'q, vazifam oz deysiz. Yoki ha, vazifam ko'p deysiz. Sizda vazifang osonmi yoki qiyinmi deb so'ramayapti sizdan. Ikki xiyollar. Hop, 3 to'g'ri ekan. Ketdik ikkinchisi. Eshitamiz.
3번. 지금 뭐 봐요? 지금 뭐 봐요? 지금 뭐 봐요? nima deysiz? Sigim 뭐 봐요? Ya'ni hozir nima ko'ryapsiz desa nima deysiz? Siz nima ko'ryapsiz? Dars ko'ryapman, dars eshityapman deysiz. To'g'rimi? Endi bu yerda nima desangiz bo'ladi? Nima desak bo'lar ekan? Yunharil fayo. To'g'rimi? Kinoni ko'ryapman. Nima qilyapsan? Kino ko'ryapman. Yoki chibesa fayo, uyda ko'ryapman. Deyishingiz uchun ikkinchi javob bo'lishi qayerda kino ko'ryapsan desa, uyda ko'ryapman deyishingiz mumkin. Yoki sonyoga poya, kechqurun ko'ryapman. Yo'q. Singu hago poya, do'stim bilan ko'ryapman. Do'stim bilan ko'ryapman degan javob belgilashingiz uchun kim bilan ko'ryapsan desa, do'stim bilan ko'ryapman deyishingiz mumkin. Albatta, hozir nima ko'ryapsan? Nima degan savolga bizda yunha degan so'z tushar ekan. Okey? Malladdes bir qilganlar. Xo'p, demak, keyingisi eshitamiz. Men indamayman, oxirgi savolni har doimgidek. 4번. 수업을 언제 시작해요? 수업을 언제 시작해요? 수업을 언제 시작해요? 응. to'rtinchisiga bitta so'z sinonim anaqa bo'lsa, sizlarga signal so'z bo'lsa, mana onze, onze. Qachon degan savolga qaysi so'z javob bo'la oladi? Qachon? Tez qilyapman deysizmi? Yoki qachon desa maktabga ketyapman deysizmi? Qachon desa juda ham yaxshi ko'raman, chongmal degani rostdan ham yaxshi ko'raman deysizmi? Yo'q, qachon desa 9 da boshlaymiz deysiz. Ha? Dars qachon boshlaymiz desa общее sijakhiyo. Ya'ni 9 da boshlaymiz deyapsiz. O'ta chiroylimi? Ha, demak tushunarli bo'ldi, ha? Zo'r. Endi keyingisi masalaga bitta zo'r sekretni olsam, o'zim shaxsan topik bir imtihoniga tayyorlanayotganimda mana shu 5-6 savolda juda ko'p xato qilardim. Ishoninglar, 5-6 savolda xato qilardim. 5-6 savolda o'zim xato qilardim. Nimaga? Haligi rahmat deyish kerak bo'lib qolsa, arzimaydi deb qo'yaverardim. Kechirasiz desa, kechirasiz desa, ha, tushundim deb qo'yaverardim. G'alati javoblar. O'sha paytda yosh bo'lgan ekanman, bilmayman. Ha? Demak, So'm pepga simnida deyapti, qani. Namunaga bog'lanadigan gapni toping. Ya'ni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman desam, sizning gapingiz nima bo'ladi? Rahmat bo'ladi. Yoki assalomu alaykum desam, sizning gapingiz nima bo'ladi? Va alaykum assalom deydi. Voy, uzr desa, hech qisi yo'q desa, ana shunaqa gaplar topishingiz kerak. Ya'ni gapga tabiiy bog'lanadigan so'zni topishingiz kerak. Mana, So'm pepga simnida deyapti, qani. Tanishganimdan xursandman deyapti. Ko'rishganimdan xursandman desa, pangapsimnida deyapti. Men ham xursandman deyapti. Kensansimnida hech qisi yo'q demaysiz. Algesimnida tushundim demaysiz. Komapsimnida rahmat demaysiz. Pangapsimnida desa, men ham xursandman degan ma'noda aytyapti. Endi hozir ko'ramiz. Eshitinglar. 다음을 Screen mas tepada fayl turibdi-ku, o'sha faylni ochib oling, Zuhra. 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. 보기, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 정답은 4번입니다. 5번. 나영 씨, 그 책 좀 주세요. 나영 씨, 그 책 좀 주세요. 나영 씨, 그 책 좀 주세요. 나영 씨,
anavi kitobni bering deyapti. Nima deysiz? Nayoshi, anavi kitobni bering desa nima deysiz? Putakkeyo. İltimos deysizmi? Hı? İltimos deysizmi? Ha, kitobni ber desa. Keyin sanayo. Ha? Bu yaxshi degan, ha? Yaxshi deysizmi? Yoki chalchinesayo. Yaxshi vaqt o'tkazdim deysizmi? Yoki isoyo mana deysizmi? Mana degan. Ha? Nima bo'ladi? Javobimiz to'g'ri bo'ladi. Yoki isoyo deydi karslar. Kıçak 좀 주세요 desa, yoki isoyo desa, mana deydi. Ket, hingsi.